Dasturimiz davom etadi. Go'zal sanamjonlarimiz, bugun biz raqs orqali qomatimizni chiroyli va go'zal qilish haqida suhbatlashamiz. Buning uchun bizda mutaxassisimiz borlar. Tumor milliy raqs ansamblining raqqosasi, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibasi, go'zal va latofatli Mashhura Isoqova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashhuraxon, dasturimizda xush ko'rdik sizni. Rahmat, taklif uchun ham kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Sizni raqslaringizni tomosha qilamiz. Ekran orqali katta-katta sahnalarda go'zal va chiroyli raqslarni ijro etasiz. Umuman olganda, inson salomatligi uchun raqsni ham o'ziga xos o'rni bor, to'g'rimi? Albatta. Aynan mana shu raqqosalikka kirib kelganingizdan so'ng hayotingizda nimalar o'zgardi? Raqsga kirib kelishimdan oldin sport va san'at bilan shug'ullanganman. Musiqaning fortepiano yo'nalishi va sportning dzyudo yo'nalishi bilan shug'ullanganman, lekin aynan raqsga kirib kelganimdan so'ng mani tabiatimda yumshoqlik va noziklik shunaqalar paydo bo'ldi va aynan raqs sohasini tanlaganimdan hech ham afsuslanmayman, chunki rostdan ham salomatlik uchun, barcha ayol qizlarimizni qomatlari uchun ham foydali deb hisoblayman. Mashhura aynan mana shu muntazam raqs bilan shug'ullangan, muntazam harakatda bo'lgan insonlarning qomatida, salomatligida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Raqs bilan shug'ullangan ko'proq qizlarimizda qomatlari juda ham chiroyli bo'ladi. Aynan yelka qismini o'zini tutishlari, balki o'ziga bo'lgan ishonchi ham boshqa qizlardan ko'ra ko'proq bo'ladi deb o'ylayman, chunki o'zimga aytilgan so'zlardan kelib chiqib aytyapman bu so'zni. Mashhura, hozirgi kunda o'sha raqqosalarimiz tomonidan maxsus o'quv kurslari tashkil etilganda, ijtimoiy tarmoqqa kirsangiz, har bitta raqqosani o'zini o'quv kurslari va o'zini o'sha ansambllari bor. Aynan mana shu o'quv kurslariga hattoki uyda o'tiradigan yoshi katta onaxonlarni ham, kelinchaklar yoki bo'lmasam uyda o'tiradigan ayollarimizni ham jalb etishgan. Shu yerga masalan borib shug'ullana olmaydigan, imkoniyati yo'q ayollarimizga siz uy sharoitida nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Albatta, juda ham ko'p tajribali raqs ustalarini onlayn darslari bor. Instagram yoki YouTube kanali orqali bu darsliklar beriladi va aynan buni qonun qoidasi bo'lishi shart emas deb hisoblayman. Muzikani qo'yib odam nimani his qilsa, nima qilgisi kelsa, lekin harakatlar bilan faqat eshitib o'tirsa, menimcha tanadagi qanaqadir charchoqlar chiqib ketmaydi deb hisoblayman. Muzikani qo'yib, hech kim yo'q joyda bemalol bo'lib, o'zini nima qilgisi kelsa yurakdan chiqqan harakatlarni bajarib, qanaqadir charchoqlarni, negativlarni chiqarib olish ilojisi bor bu bilan. Shuning uchun uyda o'tiradigan, ishlamaydigan ayollar uchun albatta buni tavsiya qilaman. Erta tongdan muzikani qo'yib, ish qilish jarayonida ham harakatlar bilan qanaqadir shunaqa mashqlar bajarib, ham o'zini kayfiyati ko'tariladi, ham sog'ligi uchun biroz harakatlanib, bu foydali bo'ladi. Ya'ni shu tuzlarni ketkazishga yordam berishadi. Aytishadi-ku, o'sha uyda o'tiradigan ayollarimizga, agarda siz jismoniy harakatlar bilan shug'ullanishga biroz erinchoqlik qilsangiz yoki vaqtingiz bo'lmasa, biror bir musiqani qo'yib, maza qilib raqsga tushing. Mana shu sizga jismoniy harakat, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri. Mashhura, raqsning foydalariga to'xtaldik. Foydalar haqida o'zingiz batafsil ma'lumot berdingiz. Keling, endi sizning faoliyatingizga ham to'xtalsak. Biz sizni Tumor o'sha milliy raqs ansamblidagi faoliyatingiz haqida bilamiz, eshitganmiz va ko'rganmiz raqslaringizni. Xalqaro tanlovlarda ham ishtirok etgansiz, umuman olganda o'sha gastrol safarlarda bo'lgansiz, to'g'rimi? Aynan o'zbek milliy raqslarini xorijliklar qanday qabul qilishadi? Shularga ham to'xtalib o'ting.
Biz ansamblimiz bilan Lazgi xalqaro ko'rik tanlovini birinchi o'rin g'olibasi bo'lganmiz va ko'plab tadbirlarda va chet el safarlarida O'zbekistonni qaysidir ma'noda faqat sportchilar bayrog'ini yuksaklarga ko'tarmaydi, san'atkorlar ham ulardan qolishmasdan yuksaklarga ko'taradi deb hisoblayman. Chunki aynan raqs san'atiga juda ham chet elliklarni e'tibori boshqacha bo'ladi. Voy, shunaqa san'ati bormi O'zbekistonni? Juda ham hayron qolishadi. Liboslarimiz ularga juda ham qiziq va aynan ko'proq Xorazm yo'nalishidagi raqslarga ular juda ham hayron qoladi. Mashhura, o'zingiz maza qilib ijro etadigan qaysi raqs bor? Qaysi raqsni maza qilib ijro etasiz? O'zim Xorazm yo'nalishidagi raqslarni juda ham yaxshi ko'raman. Sababini men o'zim uchun shunaqa o'ylayman. Boshqa maktablarda, boshqa raqs maktablarida qonun qoidalar bor. Men o'ylaymanki, Xorazm raqs maktabida aynan qoliplar yo'q. Xohlaganingizcha, qanaqa qilsangiz ijro etishingiz mumkin. Shuning uchun ham menimcha qaynoq Xorazm maktabini men yaxshi ko'raman. Mashhura, sizga kattakon rahmat. Bilamizki, raqs olami shunday bir sehrliki, o'zi insonni o'ziga juda ham bir tortib ketadi-da. Aynan sahnada raqs ijro etayotgan raqqosani ko'rib, uni olamiga, uni dunyosiga g'arq bo'lamiz. Rosti menga juda ham yoqadi, maza qilaman raqs tomosha qilib. Sizni yana dasturlarimizda kutib qolamiz. Rahmat kattakon. Yana keling, raqs haqidagi chiroyli fikrlaringizni ayollarimizga aytib o'tasiz. Xo'p, rahmat kattakon. Sizga rahmat. Biz esa yaxshi kayfiyatda davom etamiz.